Menga bo'sh taksi kerak. Девушка, куда едем? Вы узбечка? С вами все в порядке? Почему вы плачете? Da, o'zbekman. Анда o'zbekcha сөйлеңіз, men tushunaman. Sizga nima oldu? Meni biron bir aviakassaga olib borib qo'ying. O'zbekistonga tez uchishim kerak. Nam o'tib qoldilar. O'zbekistonga bilet olmoqchiman. Qirg'iz yigit surishtirib ko'rib qo'qmoqqa bilet bir haftadan so'ng borligini aytdi. Keyin meni O'zbekistonga qatnaydigan avtovokzalga tashab, mashinada 3 kunda yetib borasiz dedi. Men ketyapman. Mashinada 3 kunda yetib boraman. Ozgina kutib turinglar. Holida mahalla imomi mayyitni tezda yerga qo'yish kerak deyapti. Unda sizdan iltimos. Qizim sizlarnikida turib tursin borgunimcha, xo'p? Musofirlikda shunday vaziyatlar ham bo'lar ekan. Onamni oxirgi yo'lga ham kuzata olmadim. Mana bugun hamqishlog'imiz Xolidani volidasini Abadiy dunyoga kuzatmoqdamiz. Erta beva qolib, o'zi yakka Xolidani turmushga uzatdi. Qiyin sharoitda Qorhalin yashaganligini bilib endi mayyitni biz masjid o'z zimmamiz ostida qabrga qo'yamiz. Voy oley. Yaxshi ham tush ekan. Alloh asrasin bunday balodan. Xolida bizga 1 so'm berib qo'yib deymi? Bolalar uyiga berib yuboring. Bo'g'idosga toqatim yo'q. Tushundingizmi? Uy yonib ketgan. Otasi yo'q, onasi Rossiyada deng. Na iloj, ayolim qo'ymadi, yo'qoting buni deb. Ilojim qancha? Axir men ham boy emasman. Nega soncha muңayib tursiz? Onamni janozasiga ulgurmadim. Jaraydi, o'tingiz. Qozoq chegarachilardan iltimos qilgan bo'lardim, doimo shunday yaxshi muomala qilsalar. Rahmat. Perival yo'lida ovqatlanyapman. Biz taraflarda kun isib ketibdi. Bahor ekan. Va nihoyat O'zbekiston chegarasiga keldim. Tezroq qizimni bag'rimga boskim kelyapti. Mana shu kiyimda uyimdan chiqib ketgan edim. Hayotim esa butunlay o'zgarib ketdi. Xolida, kechir. Qizing hozir davlat qaramog'ida. Bermasdan ilojim bo'lmadi. Axir men sizga ishongan edim. Afsus. Axir atayin uysiz qolganim yo'q-ku. Hujjatlarimni to'g'rilab kelsam yordam bera olasizmi? Qoidasi shunaqa. Kechirasiz. Endi nima qilaman dedim-da. Beg'uborim, mehribonim, onam qabriga yo'l oldim. Hayotni qarang. Ertaga nima bo'lishini bilmas ekansiz. Yaqinlaringizni asrang, do'stlar. Puling yo'q bo'lsa-ham, qarindoshlaring ham yoningda turmas ekanna. Na salom bor, na yordam. Bugun juda og'ir kun bo'ldi. Yonimda esa bir mehribon jon bor. Hoy qizim, tur. Nima uchun bu yerda uxlayapsan? Senga nimadir bo'ldimi? Tongda bir yaxshi odam meni uyg'otdi. Menga yordam berdi. Endi men shu yerdaman. Qizim, bu yerda bemalol yashab tura olasan. O'zingni yolg'iz his qilma, hammasi joyida bo'ladi. Amaki bugun meni o'z uyiga ro'yxatdan o'tkazmoqchi. Shunda bemalol qizim bilan yashaymiz. Mana bugun Xudo xohlasa ro'yxatga turaman va albatta qizimni olib kelaman. Bu insonga rahmat.
hozir olib ketaman. Undan avval UzFilms Mediaga rahmat aytmoqchiman. Bularni kuzatishda davom eting.